Assalomu alaykum aziz gulsevarlar, gul shaydolari. Yaxshimisizlar? Damlarda olib, issiqlarda charchamay, qiynalmay yuribsizlarmi? Mana men gullarim haqida yana bir video olyapman. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim bor edi. Mana bu gortenziya gulimi prishibga qilib qo'ygan edim. Qaranglar mana. Qator baklarni orasidan shoxlar berishni boshladi. Judayam xursandman. Hali kichkina gulimiz, lekin mana shox chiqarmayapti deb xafa bo'ldim. Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. Hamma gullar baribir odamni mehrini his qilar ekan. Yana bitta gulimi ko'rsatmoqchiman. Mana floks gullarim ham hammani gullari ochilyapti, meniki ochilmayapti dedim. Endi meni floks gulim ham mana bu yerlardan g'unchalashni boshladi. Ertalab bugun ko'rdim. Ko'rib judayam xursand bo'lib ketdim. Erkalatib qo'ydim floks gullarim. Endi mana mushkambar gulimni ham mana gullar orasiga qo'yib qo'ydim. Buni bitta bozorda gul chopi chanqatib suv bering dedi. Bir shipka qiling shoxlarini dedi. Keyin ochiladi dedi. Men kutyapman ochilishini. Shunaqa mana bu inateri gulim ham yaxshi tutib ketdi-yu, lekin ochilmayapti. Bilmayman endi. Yana yilga ochiladimi yo yana ochiladimi? Mana qalampirlarimiz qaranglar. Juda chiroyli mevalarini. Hali uzib yeb ko'rishmadi hech kim. Mana gvozdika gullarimiz ham tutib oldi-yu, lekin mayda ochilyapti. Hali bular kuchga to'lib ketadi. Chiroyli bo'lib ketadi. Mana ramashka gullarimiz ham chiroyli bo'lib ochilyapti. Mana gazaniya gullarimiz ertalab urug'larini terib qo'ydim. Ancha urug' to'planib ketibdi. Endi mana ochilib bo'lganlarini qirqib tashlasam, urug' yetarli. Urug'ini olib qo'ydim. Endi urug' kerak emas. Mana bu o'stigimizni ham qaranglar. Chaman bo'lib ochilyapti. O yana bittasi siyoh rangi ham. Endi u ham mana shunaqa chiroyli bo'lib ochiladi, xudo xolasa. Mana lavanda gulimizni ham qirqib qo'yganmiz. Endi bu ham kuzda yana bir marta gullaydi, xudo xohlasa. Mana bu giyarkin gulimiz ikkita ochilgan edi. Uzib tashladim. Endi ochiladi endi. Gvozdika gullarim oftob, u yoqqa o'tgim kelmadi. Mana bu sedum gullarimiz qaranglar mana rosa g'unchaladi. Bu sedum gulini rosa ham hali suvsizlikka chidamli bo'lar ekan. Baklari qalin bo'lgani uchun o'zida suv to'playdi ekan. Keyin mana bu gullari ham juda sekin ochilar ekanda, uzoq vaqt qizil bo'lib turaverar ekan. Juda ham haligi beozor gul ekan bu ham. Avval ekmagan edim, bu yil ekdim. Ko'payishi ham rosa oson deyapti. Internetda ko'rdim. Shunaqa gullarga endi klimatis gullariga qiziqyapman. Oftob, mana giyarkin gullarim ham rosa g'unchaladi. Ochilganda yana video qilaman. Mana xustam rangini qaranglar. Salatoviy, juda chiroyli. Yana boshqacha xustalar ham olish niyatim bor, xudo xohlasa. Archalarimizni ham ekib qo'yishim kerak. Shular haqida video olmoqchi edim. E'tiboringlar uchun rahmat. Allohga omonat bo'linglar azizlar.